hozirgi kunda ichki bozorda dori-darmonlarni miqdori, ya'ni soni keskin ko'payib ketgan. Bu albatta yaxshi narsa, chunki tanlov juda ham ko'p. Biz o'zimizga keragini, masalan, narx jihatdan, sifat jihatdan keragini tanlab olish imkoniyati juda ham ko'p. Ko'pchilik so'raydi, bizga eng yaxshi, eng samarali ichki parazitlarga qarshi, ya'ni og'iz orqali ichiriladigan dorilarni tavsiya qiling deb. Biz tavsiya qilmoqchi bo'lgan dori bu Alvet suspenziya, albendazol tarkibli dori vositalarining ichida eng samarali rezultat, ya'ni natijaga ega bo'lgan dori. Ham buni ishlab chiqarishda miqdorlari, ko'rinishlari assortiment jihatdan ko'p hisoblanadi. Ya'ni buni 1 litrligi bor. Bu ko'p chorvachilik bilan shug'ullanadiganlar uchun qulay. Yoki bo'lmasa xo'jaliklarda kam, ya'ni 1-2 bosh mol boqadigan yoki 3-4 bosh qo'y boqadiganlar uchun kichikroq versiyalari ham bor, 100 grammliklari, hamda ko'p miqdorda hayvon saqlanadigan joylarda, ya'ni ko'pchilik holatlarda hayvonlar ochiq, ya'ni bog'lovsiz ochiq zagonlarda boqiladi. Unaqa paytlarda ko'proq, ayniqsa bu angus hayvonlarda kuzatiladi, ushlab ichirish imkoniyati kamroq, chunki ular vajohatli bo'ladi. Shuning uchun yemiga qo'shib beradigan bormi degan kuzatuvchilar uchun albatta parashok ko'rinishidagisi, ya'ni granula ko'rinishidagisi ham bor. Buni bemalol o'sha belgilangan miqdorda yemlarga qo'shib bersa bo'ladi.